Sizlarga 2 xil usulda baliq pishirishni o'rgataman. Kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Balıqimizni pishirishdan 10 daqiqa oldin tuzlab olamiz. Sousimizni tayyorlab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tashnuch bilan ukrupni mayda qilib to'g'rab olamiz. Endi chesoni mayda qilib to'g'rab olamiz. Pomidorni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Yana tuz solib aralashtirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Doya qilmaylaring yaxshi bo'lsin. Balonni qizib turgan yoqda pishiringlar. Shunda usti qattiqroq bo'lib, ham chiroyli chiqadi, ham yoqsinmaydi. Balo bilan limon choy yaxshi ketadi. Mana choydan hozir damlab limonlar bilan ichamiz. Balolarimiz chiroyli bo'lib pishdi. Kelinglar bolajonlarim, kelinglar. Issiqda yeymiz. Endi bunga limonlarni siqib yeymiz. Endi souslisdan ham yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, juda ham zo'r chiqdi. Kela qolinglar.